Assalomu alaykum. Biz kuzatib turgan obunachilarimiz, mehnatlarga bitta like podpiska bosib, videoni ko'rishni davom eting. 2025-yil 3-noyabrda Pink Lady Rose guli o'sha eng trenddagi olma, dekabr oyiga banchida turadigan olmani ko'chirish ishlarini olib boryapmiz do'stlar. Ko'chatlar ekish boshlandi. Mana ko'chat. Mana do'stlar. Ekasiz 2-yilda meva olishni boshlaydi. Xudo xolasa. Mana bu ko'chatlari bo'ladi. Ko'rishlaringiz juda zo'r holatda bu mevasi bo'ladi mana. Ishonmaganlar uchun ko'chatning yonida mevasi, xudo xolasa. Kalibrlarni ham bitta olib kelib ko'rsating bilisini. Qarang, ekasiz ekkaningizdan keyingi yildan xudo xolasa meva olishni boshlaydi. Ishonchli ko'chatlar o'zimizda bor. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Hozirlarga yeb ko'rsatamiz holatini. Jaydarichi ish bo'ladi mana. Qishloqda yashaganlar biladi o'zi, yangi gap deyishdi. Bismillahirrohmanirrohim. Eng suvli olma mana. 91-780 0015 nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar. Mehnatlarga bitta like bosib, shunaqangi meva qiziqadigan do'stlaringga videoni ulashib qo'yinglar. Sog' bo'linglar.